Mening bitta tanishim bor, adashmasam 3 yillar oldin mendan so'radi. Germaniyaga qanday borsam bo'ladi? Sen menga yordam berasanmi dedi. U mening tanishim, do'stim, qaranglar. Men aytdim, bo'ladi, til o'rgan, nemis tilini o'rgan, keyin kelishning yo'llari bor dedim. U tanishim, mana shu ishni qil, mana shunisi to'g'ri desam, ana shu til o'rganishdan boshqa hamma narsani qilib ko'rdi. Konsaltinglarga borib ko'rdi, firmalar topdi, bilmadim, mavsumiy ishga, Angliyaga ketishga, u yoqqa, bu yoqqa til o'rganishdan boshqa hamma narsani qildi-da. Lekin 3 yil umr o'tdi. 3 yil vaqt baribir o'tib ketdi. Bu xuddi shunaqa. Hozir ham ko'pchilik shoshyapti, tilsiz borsa bo'lmaydimi, unaqa borsa bo'ladimi? Akalar, ukalar, shoshmanglar. Sizlar mana O'zbekistonda ketib turgan tekis hayotinglarni olib, boshqa u Germaniya, Yevropa o'rtasiga bo'ladigan hayotga o'tkazyapsizlar. Shoshilinch bilan bo'lmaydi. Tilsiz qiynalasizlar ertaga. Til bilib turib qancha qiyin. Tilsiz qiynalasizlar, o'rganinglar. O'zi tilni bilgandan keyin ham bo'ldi, hamma narsa oson, sen tirs etib Germaniyada paydo bo'lib qolmaysan. Undan keyin ham qiyinchiliklari bor, lekin shu hayot shu. Shundan iborat. Nima deydi, hamma narsa osongina bo'lmaydi. Ko'pchilik mana nimaga mashinnikka borib aldanaveradi? Ana shu osongina bo'lishini xohlaydi. O'sha mas'uliyatni kimgadir berishni xohlaydi. O'zi mehnat qilishni, o'sha men mana Germaniyaga bormoqchiman, buning uchun til o'rganish kerak ekan. Shuni qiyinchiligi, mehnati meni bo'ynimda demaydi. Shu 3000, 4000, 5000 berib bo'lsa ham kimgadir shundaylar borib qolmoqchi bo'ladi-da, unaqa qilmanglar. Ham pulinglar ketadi. 99% holatda aldanasizlar. Keyin orqasidan siqilib yurasizlar. Til o'rganinglar. Ishlar ko'p, mana saytlarni tashlab berdim, ishlarga topshiringlar. Gaplashinglar, yetmadimi, shartnoma olmadingmi, yaxshilar, rezyumeni yaxshilar, o'zingni yaxshilar, tilingni yaxshilar, yana harakat qil. Shundan iborat bo'ladi, bo'ldi. Osongina bitta barmoqcha hamma narsa bo'lganida uni hamma qilardi. Mana shu joyga e'tibor beringlar. Agar u oson bo'lganida hamma qilardi. Hamma qila olmayaptimi? Demak oson emas. Kim o'shani qiyinchiligiga chidasa, o'shanga nasib qiladi. Shuning uchun har xil yo'llarni qidirib, o'ngga chapga uravermanglar, bo'ldi mana shu. Til o'rganish kerak ekan, o'rganish kerak. Agar yosh bo'lsangiz 17-18 yoshda o'qinglar. E'tibor bermanglar. Mana diplom bilan Rossiyada yuribdi, diplom bilan taksi qilib yuribdi. Yo'q, o'qinglar, bo'ldi. Umuman hamma narsa miyani o'chiringlar-da, tashqi narsalarga shunchaki o'qinglar.